Voyim tez boshingga chiqir, doktorga boramiz. Doktor yo'lda charchab qoladi. Tez yordam chaqiramiz. Ochiravasingni quloqni ham yedi. Abi sho'rig'inaqa ovqat berib, yig'lamasa 3 kunda bir ovqat bermaysan. O'lmasam bolani qornidan bo'lgan nima qilamiz? Birinchisiga chek pulmizdan, ikkinchisiga fitalaksion ochiramiz. Yaxshi so'ngni oldi doktor G'avuz bilan bitta maslahatlashib oling. Hamma narsani aralashtirib chiqqansa qorniq to'ykilab dam bo'pti endi. Ha, arpa badiyam bilan shu qaynatib ichirib var, 2 minutda dami chiqqan to'ppaday bo'ladi. Siz bir kun kuniga bolani bizlarga berib yuboringlar. Yo'q, ay, bizlar buni bir kun ko'rmasak o'lib qolamiz. Ay, hech bo'lmasa mana shu ikkitasini olib keting. Qo'yog'ay kerak emas, ko'rpalarga sit sosib tashlaydi. Ha, nima gap, xudo xola? Voy, kirmay qaynopasi bolalarni majburlab berib yuboryapti. Nima? Yana 5 minut ushab turing. Ungacha Kanada chegarasigacha yetib olaman. Chaqaloqni yeyishga olib keladigan narsalar ro'yxati. Sutli kasha, guruchli kasha, shakarsiz kasha, giperallergenik kasha. Echki suti qolib ketdi-ku. Dada, qonnim chiqadi. To'ymas qilmasam bolam, 3 million oylik qaysi birini yetkazaman? Siz hali ham oylikka qarab o'tiribsiz, odamlar Libertex ilovasi orqali millionlab pul topyapti. Qanaqa ilova? Voy, Libertex investitsiya ilovasi 28 yildan beri bozorda bor. Undan 3 milliondan ortiq treyderlar foydalanadi. Hozirda Libertex ilovasi yangi mijozlar uchun $200 gacha bonusli aksiya dasturini taqdim etmoqda. Xo'sh. Libertexdan ro'yxatdan o'tib, gift promo kodi orqali hisobingizni to'ldirib, Apple, Tesla, Starbucks kompaniyalaridan $200 gacha aksiyasiga ega chiqishingiz mumkin. O, bo'ldi, bosamiz. O'tkazib bosyapti. Libertex bu imkoniyat, lekin undan to'g'ri foydalanish uchun avval yaxshilab tushunib oling. Maslahatni onlayn yoki O'zbekistondagi ofislardan olishingiz mumkin. Bolangiz haqida nimalarni bilasiz? Ko'zi ko'k chachimanlar, bo'yi 52 sm, og'irligi 4,5 kg, qon guruhi 2, belini orqasida kichkina holi bor. Ko'rdingmi, bolamiz haqida hamma narsani bilaman. Bir soatdan beri nimani o'ylayapsiz? Parvardachi mana tapordi o'zbekchasi nima edi? Volta. Ha, onasini bilsin. 1 soatdan beri to'rtinchi bolamizni otini eslamay o'tiribman. Volta voy, bu yoqqa kela, onang deydi. Osmonda qushlar uchganda. Men sizlarga hozir Shveysariyaning sigirlari haqida 5 ta qiziq narsa aytib beraman. Mashallah, men bo'lsa o'zimizning jaydar sigirlar haqida 5 ta ma'lumot beraman. Faqat bitta like bosib qo'yasizlar. Ketdik. Shveysariya sigirlarining pasporti bor ekan, qayerda tug'ilgan, qachon tug'ilgan, tibbiy ma'lumotigacha bor ekan. Bizlar sigirlarga pasport shart emas. Mahallali odam uzoqdan turib bitta, "O, ana madamanaga sigir bitta tani." Keyin borki, qayerda tug'ilgani ma'lum. Bizlar sigirlar yo og'ilda tug'iladi, yo sayxonada tug'iladi-da. Shveysariya sigirlari qimmatbaho sigirlar bo'lib, $2,5 dan $20,000 gacha turadi. Endi bizlar sigirlar aslida bundan ham qimmat. Faqat shu mol bozorga chiqarganda dalol akalar kelib 30 millionlik sigirni ham qo'lni siltirib, qisurib 5 millionga akutadi-da. Qo'liga urgandan beraverasan-da. Shveysariya bilasizlar, shokolad bilan mashhur. Nimaga aytsanglar, mana shu sigirlar tufayli bular mana shunaqa keng dalada, mana shunaqa o'tlarni yeyishadi. Bu o'tni hidi bor ekan do'stlar. Bu hidi sutiga o'tadi, suti esa shokoladga o'tadi. Tasavvur qilasizlarmi? Endi bizlar sigirlarda ham suti zo'r, sifatli o'zi aslida, lekin shu yangachalar 3 litr sovuqlatda unga 7 litr suv qo'shib, damaschaga topshiradi 10 litr qilib. Bu sutdan nima chiqadi endi? Bizlar sigirlar shokolad bilan emas, tapisi bilan maqtanadi. Do'stlar, bular xotirjam bo'lib, ko'proq sut berish uchun Shveysariyada klassik musiqa qo'yishar ekan. Ba'zi bir firmalarda Beethovenning musiqasini qo'yishar ekan. Endi bizlar sigirlar ham eshitadi, faqat musiqa emas, so'kish eshitadi. Bo'sh ola, qayt ola, xorrami ola degan eshitadi. Endi bizlarga shunday ham sut beraveradi. Musiqa eshitadi. Endi sut bermasa 3 oy kunchada berib bag'iladi-da, qassobga topshiriladi. Shveysariyaning sigirlari haqida 5-top ma'lumotni sizlar kommentariyada qoldiringlar. Endi o'zimizning sigirlar haqida ma'lumotlar ko'p to'ldirib tashlashim mumkin. Endi sizlarga qoldirib, kommentariyada qirlab tashlaydi o'zimizning sigirlar haqida. Mol boqqanlar bormi?